Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindaşlar, Din ve Hayat namlı programımızga diqqat itibarыңlarni bergiňlarni qizg'in qarshi olamiz. Programımızın bugünkü bölümünde İslamda qarindaşlık hakkında toxtalamiz. Men qarindaşıňlar Abul Qasim Ahmedi, programımızdaki bugünkü ez mehmani Ustaz Siray Najim boludu. Programımız üçün qimmatli vaqtni taqdim qilgan Ustaz Siray Najimga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Ustaz Siray Najim bu islomdagi qo'shnichilik haqida tushuncha bergan bo'lsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Bu İslamda qarindaşlık degan bu hukm keng dairedeki bir hukm. Bunu İslamda qarindaşlık, dostluk, özara bir-biriga bo'lgan samimiyat, sadaqat her xil hukmni bildiradi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala bu qarindaşlıkni, mu'minlarning qarindaşlığını ko'rsatib, innemel mu'minuna ihva fa aslihu bayna akhawaykum degan ayet meşhur Sure Hucurat'ta. Bunun manisi bütün dünyadaki mu'minlar, Müslümanlar qarindaş, birbiriga dost, birbirinden ülfet buluşqa layık kişiler. Bularning o'rtasida bazı igizpeslik, adavat bo'lib qolsa, bularni isloh qilinglar degan. Demek ki İslamda qarindaşlık pek muhim ve asaslık o'rinni egallaydi. Yani din qarindaşlığı hemiden muhim. Yani dost insanlar o'rtasidagi muhabbet, dostluk, aloqa, munosabat pek keng dairede. Ama biz bu yerda irade qilganimiz xususan musulmonlarning, mu'minlarning o'rtasidagi dostluk haqiqiy İslam qarindaşlığı, din qarindaşlığı ve muşu birinci asas. Ve şunun tarqalgan başka dostluklar ve şunun asaslık dostlukların hammasini sözleş mümkün. Yani bu İslam'daki dostluğun asası, yani bu insanların oturdaki münasebet, insanların oturdaki alaka ve insanların turmuşu en yaxşı revişte, hatırcam, köngüllük ve her xil kıyınçılıklardan, köngülsüzlüklerden yarak kaldı bir hayat turmuşunu ötküzüş için birinci biz hacet bulduğun en mühim olan mesele benim şu qarindaşlık. Doğru, bu ilmanın sözü varken qarindaşlık imanın canlılık ruhi, qarindaşlık en katta nimet, qarindaşlık olsa şeref ve izzet. Bu qarindaşlıkka sal qarash imanın naqislığı, qarindaşlıkka sal qarash xarliq, qarindaşlıkka sal qarash ağır ziyallık. Tarixga qaraydigan bo'lsak, Mekke'de tunji İslam kengayotgan vaqtlarda musulmonlarni taraf xil bozaqlashga uchragan. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu vaqtda jiddiy bir harakat qo'llanib, sahabini o'zaro qarindoshlik o'rnatgan. Bo'lib Madina Munawwaraga hijrat qilgandan keyin cho'ng g'oyaga yetish uchun islomni ve Müslümanların izzet giriştiriş için bunun birinci kademe qarindaşlıkın başlanışını işaret kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derhal muhacir ensarların oturusunu qarindaş kılıp bükken ikenen. Bugün günde etrafımızı qaraydigan bolsak Müslümanların hem yadık devletke elhamdülillah yani İslam kengaydi Müslümanlar hem devletke badi. Lekin Müslümanların hem devlette etçinişlik ahvalları hemimizne rahatsız kılıdı. Yani bununki ilmar etken bunda halet yapışın bir qancha sebepleri var. Bunun muhim sebeplerining biri qarindaşlık meselesiga sal qarashliq. Hozir hamda bu qarindaşlık meselesi cümleden üzümüzde bu qarindaşlık meselesi nurg'ulgan meseleler var. Etrafımızdaki dostlarninki qarindaşlıkka qaraydigan bo'lsakmi, buningda nurg'ulgan isloh qilish ehtiyoj bo'lgan ko'plagan talablarni ko'ryapmiz. Endi musulmonlar qachoniki shu qarindoshlikni isloh qila olsa, qarindoshlikni kuchaytira olsa, qaytadan qarindoshlikqa bir nazar qilib chiqib qarindoshligimizni qaytadan boshlay olsak, inshaalloh qolgan boshqa ishlarda g'alabaga erishishga bo'ladi. Bu bugungi kunda hozir shu qarindoshlik asosan nihoyat sodda bir tushuncha bilan faqat mol dunyoga bog'lanib qolgan. Kichikgina bir foyda bo'lib qolsa payda qilgan bilan do'stlashib ketgan, kichikdan biri paydadan mahrum qolsa do'stlikdan ketishib ketgan. Shu ilmlarninki bu qarindoshlik imonning jonliq ruhi deyishning sababi nima? Bu imanın ifadesi qarindoshlik qurilgan gapgan.
Yani bir qarindoshlik katta ne'mat. Şoň Allah Taala Qur'ani Kerimde bir qancha ayetde bu haqda buning ishorat qilgan bo'lib Allah Taala sizlar oyunda bir ezib nimaning girviga kelib qolgan edinglar. Allah Taala hammangni shunda nim bilan qarindosh qildi, sizlarni do'zaxdan qutqazdi degan oyatlar bor. Qarindoshlik bu sal qarash iymonning bu ojizligi, noqisligi. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda o'zining qarindoshiga yaxshi ko'rgan narsani o'ziga öz nefsi qarindoshiga nima yaxshi ko'rsa shuni yaxshi ko'rmoqlik bo'lmaydi. Ya'ni iymon kamil bo'lmaydi. Demak, qarindoshlik sal qaraldi ekan, unda odamning iymon naqis degan ishorat chiqqan ekan. Qarindoshlikqa sal qarash xorliq endi. Bu yuqori deyilgandek, hozir buning misolini bilan o'zimiz jamiyatni ko'rib olaymiz. Sal qaradik, xorliq keldi. Qarindoshlikqa sal qarash og'ir ziyon. Bu dunyolikdimiz ziyon, oxiratimiz ziyon. Darsimizning keyingi kelimalarida to'xtalamiz. Bu qarindoshlikqa ahamiyat bersak, dunyoda iz bo'lgandan sirt, oxiratim Allohninki arshining ostida hech qanday bir soy yo'q yerda o'tirganligiga hadislar ishorat qilingan. Endi mushu do'stlarimizningki hozirgi mushu qarindoshlikqa sal qarash illatlariga jumladan o'zimizdagi buni qanday qilganda isloh qila olamiz? Bu vaqtda bir endi şu eng muhim mesele zaten bu qarindoshlik, mayli islomiy qarindoshlik va boshqa manfaat qarindoshlik bo'lsin, zaten bu qarindoshlikning haqiqiy mohiyatini başta biz musulmonlar tushunishimiz lozim. Yani biz bu yerda bu programni qilib bizdagi qarindoshlikni aytib yaxshi, ama bizning boshqa qarindoshlarning qarindoshligida masala bor deganlik emas. Bu haqidagi va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin degandek, başta biz o'zimizga nasihat qilamiz. Haqiqatan bu qarindoshlikning islomdagi o'rnini tushunishimiz lozim. Yani Peygamber sallallahu meşhur hadisi var. Allah kıyametте Allah'ın üzünün sayesinden, erisinin sayesinden başka sayı yok vakitte mahşer günüse 7 türlük insanğa üzünün sayesinde sayı biridir deydi. Bu 7 türlük insanın şu birisi şundan Allah yolunda birbiri bilen dostlaşkan, qarindosh bo'lgan ve Allah yolunda birleşken ve Allah yolunda ayrılgan kişilerge Allah şu kıyamette hiç qanday sayı yok yerde sayı biridir deydi. Yani Peygamber sallallahu meşhur hadisi var. Erişinin etrafında şundak minberler var, nurden. Bu yerde insanlar var. Bu insanlarınki kiyimleri mi nurden, çırayı nur, hem bir tarafı nur degende bizge süpetlesen kimler o ya Resulullah degende Peygamber sallallahu bula peygamber mi emas, şehit mi emas? Lekin ularning mertebesi şundak peygamberler ve şehitlerinin mertebesi degen vaqtida degen. Ama ular kimler bizi süpetlep bersen ya Resulullah degende Peygamber Aleyhisselam bu Allah yolunda birbirinden dostlaşkan, qarindosh bo'lgan ve Allah yolunda bir yerga kelgan, Allah yolunda birbirini ziyaret qilishgan, birbirini yo'qlashgan, birbirinin halidan xabar olishgan insonlar degan. Yani bu derecede Peygamber Aleyhisselam'ның bu qarindoshlikqa bo'lgan muhim o'rni, qarindoshlikning dunyo oxiratdagi o'rnini ko'rsatgan ahvolda biz buning sal qarashimiz haqiqatan bizning iymonimizda ve biz ishongan mush islom, biz ishongan mush dinimizda mesele varlığı ve bizning iymonimizning ojizligidan darak beradi. Shu sababdan biz bu qarindoshlikqa nihoyat ko'p ahamiyat berishimiz ve bizning atrofimizdagi qarindoshlardan azroq bir mesele sadir bo'lsin, ya gap so'zda egizpastlik bo'lsin, buni mushu Allah yolida kechirib, bu mening diniy qarindoshim, bu bizning do'stlarimiz, bu aramizdagi do'stlikni hech qanday narsa buzolmaydi degan bir tushuncha bilan o'tirib chiqsak, bu ishlar hal bo'lib ketadi. Unda bo'lsa bu qarindoshlikninki muhimligini bir qatim hammalarga eslatib o'tgan bo'ldik. Jumladan o'zimiz qayta bir bu vaqtda isloh qilish niyatiga keldik. Endi mushu qarindoshlikninki adab axloqlari. Bu vaqtda biroz to'xtalaylik. Endi qarindoshlikning adab axloqlari desak, başta biz qarindosh bo'ladigan, do'st bo'ladigan haqiqiy do'stni tanlash lozim. Bunun birinci adabından zaten biz kimler bilan do'st bo'lamiz, kimler bilan do'st bo'lmaymiz. Yani adavatliş meselesi başka. Normal insani muamelede biz kimler bilan do'stlashimiz degan vaqtida bunun bir qancha turli adablari ekan, aqalli biz bir aqlliq foydasini biladigan, o'zining kimligini biladigan, o'zining dinini biladigan, do'st dushmanni farq etadigan bir aqli o'sha joyida
insanlar bilan do'stlashishimiz lozim. Halqadek ahmaq, jahil, o'zining kimligini tanımaydigan, do'st bilan dushmanni farq etmaydigan, halqadek hatta ya onunga bir so'zlashsang, onun sana fayda kelmaydigan, sen fayda veray desang, sening foydangni qabul qilmaydigan, bunday insonlar bilan do'st bo'lib bo'lmaydi. Shu sababdan do'stlikning birinchi sharti shu aql insonlar bo'lish, jahillardan yiroq turish demakchi. İkincisi, biz her kaçan bir kişiler bilan do'st bo'ladigan bo'lsak, insonning axloqiga qarashimiz lozim. Ya'ni men aloqa qilgan insonning axloqi qanday, bu insoniy muomalasi qanday, kishilar bilan muomalasi qanday, buni hal qilmasak, halqadek bir misollar bor-ku. Ülptün qavg'osi yeyishing bir narsa degandek. Shunga o'xshash biz bu shu do'stlashishda, haqiqiy islomiy qarindoshlikda axloqi yaxshi kishilar bilan ular bizni yiroq qolsa-mu, iloji va ularga yaqinlashib, ulardan foydalanishga, ular bilan do'stlashishga, qarindosh bo'lishga tirishishimiz lozim. Shu sababdan yaxshi axloqli kishilar bo'lish kerak. Onunkin bir taqvodor insonlar bilan qarindosh bo'lsak, albatta bunun hech bo'lmasa bizga manfaat kelmagan taqdirdami, uning ziyni kelmaydi. Hech bo'lmasa uningki yomon nachar axloqlaridan bizga özümüzü yoqturamaymiz. Şu asasda bu yani ölçemleri pek köp. Biz şunu qisqartsak, birinci aqlliq, ikkinchi yaxshi axloqliq, uchinchi taqvodorlik desek, taqvodorlikning ichiga nayt ko'p masalalar kiradi. Buningda kishilar bilan bo'lgan muomalada, muomalasi yaxshimi, boshqalar qanday muomala qiladi, halqadek takabbur, boshqalarni mansitmaydigan odam bo'lmaslik kerak. Bu shunday nurg'un shartlar bo'ladi endi. Qisqasi bu haqiqiy turda qarindoshlikning adab axloqlari shuncha keng doirada bo'lsa-mu, biz endi buni murakkablashtirmasdan iloji va biz aramizda imkon bor biz boshqalar bilan bo'lgan do'stligimizni, rishtimizni chingitishga, do'stlashishga, haqiqiy bir musulmon qarindosh bo'lishga tirishishimiz lozim. Shu asosda bu do'stlikning adab axloqlarini shunchalik so'zlasak bo'lishi mumkin. Facebook bu ondaylar Twitter'da ko'raman, ba'zi do'stlik haqida, qarindoshlik haqida, qarindoshlar har xil narsalarni yozib yo'llab. Onun ko'pincha zaten to'g'ri. Ana shuni hammani yig'ilib kelgan vaqtida mana shunga asosan shu biz do'st bo'lgan odam birinchi aqlli bo'lish kerak. İmandor bo'lish kerak, taqvo deganning ma'nosi. O Allah'ın qo'rqadigan taqvo bo'lsa, an o bizga shu vafo, do'sting vafo bo'lish kerak, u bu deb so'zlab shu vafo qilish uchun shunda aql bo'lsa, iymon bo'lsa, vijdon bo'lsa, an o bizga vafo qiladi. Eksi o yaratgan egisini tunamaydigan inson bo'lsa, yaratgan sana ne'mat bergan, yo'q yerdan paydo qilgan eganga vafo qilmagan insonning do'sting vafoning kelishiga kutish qiyin endi. Şuna bizningki do'st bo'ladigan odamningki asosan aqlli, iymondor, taqvodor shunday odam bo'lishiga alayda biz diqqat qilsak, inshaalloh do'stlikda muvaffaqiyatlarni qo'lga keltira olamiz. Endi bu qarindoshlik bo'lgandan keyin qarindoshlikning albatta ham bir qarindoshda haq-huquq bo'ladi. Biz bu qarindoshlikning haq-huquq ustida biroz tushuntirib o'slar. Bu haqiqatan har qanday ishning bir bedeli var. Hem bu İslami qarindoshlik, biz din qarindoshlik deydiganmiz ve normal insanlar oturduk münasebette elbette biz birisi bilan do'stlashdik, qarindoshlar o'tirdi. Bir qancha turlik haq-huquqli bo'ladi endi. Eng oddiysi bizning qarindoshimiz bir qiyinchilik chiqib qolsa, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, boshqa jihatdan bo'lsin, biz darhol bütün imkoniyatimizni ishga solib, qo'limizda pul bo'lsa pul, huquq, mansab bo'lsa mansabni ve imkoniyatimiz bo'lsa uni ishga solib shu yeni bizning haqiqiy qarindoshimning qiyinchiligini hal qila oladigan bir seviyede bo'lsak bo'ladi. Bu endi eng birinchi darajadagi huquq shu biz o'zimizdagi narsalarni, imkoniyatlarni o'zimizning qarindoshimizdan ayırmasligimiz bu birinchi haq. Onun keyin yani biz do'stlik, qarindosh bo'ldik dedik. Haqiqiy qarindosh bir-biriga hamkorlashadi, bir-birining dard alamlarini hamdam bo'ladi. Bütün imkoniyati bilan do'stga yordam qiladi. Ammo shu halqadek ko'p insonlarda davomli mayli degandek Facebookda olsun, Twitterda olsun anglaymiz. Haqiqiy do'st sening beshingga kun tushganda sen bilan birga bo'ladigan inson do'st deydi. Yani bu do'stlik haqiqiy do'stlik bo'ladi.
Ondan keyin insan bizning haqiqiy do'stimiz, qarindishimizning biz mayli bor yerida bo'lsin, mayli yo'q yerida bo'lsin, shu qarindoshning alayhiga, ziddiga so'z qilmasligimiz lozim. Bu qarindishimizni biz yo'q yerida bor yerida o imkoni yo'q, albatta uni mudofaa qiladi. Ammo yo'q yerida biz shu qarindishimizni mudofaa qila oladigan, qarindishimizning ayib nuqsonlarini ko'rmaydigan bir imkoniyatni o'ttirg'i chiqarishimiz va biz shuni o'zimizni ko'ndirishimiz lozim. Yani bu hamda do'st qarindoshga bo'lgan eng oddiy haqqi endi. Yani bu to'g'ri inson ba'zi xatolashidir. Ba'zi qarindishingdan ba'zi ishlar sodir bo'lsa, uning ichida ham sabr qilolmay, ba'zi so'zlab qoladigan ishlar bo'ladi. Ammo bu shu inson haqiqiy bir qarindoshlikni o'zlashtirman deydi ekanmiz. Buningga sabr qilishimiz va qarindishimizning imkon bor aybini yo'gab, yaxshiliklari bo'lsa, uni namoyon qilib, yaxshiliklari bo'lmagan taqdirda hech bo'lmasa biz sukut qilishni o'zimizga nima qilishimiz lozim. Bu munosabatdan ham shu qarindoshlikni ching'itadigan, kuchaytiradigan bir qancha omillarni o'limalar o'tirib qo'ygan ekan. Shuni bir oz bu yerda qistirib o'tishni muvaffaq ko'rdim. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bir hadisida sen bir odamni yaxshi ko'rsa, cho'qim uni yaxshi ko'radiganligini deb qo'ysin. Biz nurg'unlagan masalan qarindoshlarimizni yaxshi ko'ramiz. Nereden? Uning taqvoligiga, uningki halol odam ekanligiga, yaxshi odam ekanligiga, axloqli odam ekanligini ko'rib yaxshi ko'ramiz. Ammo yuziga uni biz sizni bir Allohni yaxshi ko'raman deyishni sal qaraymiz. Shuning bilan u do'stimizdan ziyon tortib qolamiz. Shunga bu do'stlikni kuchaytirishning yo'llarining biri biz yaxshi ko'rgan odamga xabar qilib qo'yish bu payg'ambar sollallohu alayhi sunnat ekanida. Ikkinchi bu endi shu do'stlikni kuchaytiradigan yana eng oddiy bir usullar. Bu ham sunnatning asl dalili va shunda qarindoshlarimiz bir safarga mangsa, bir yerga mangsa, uni chayliq uzitib duo qilishni tilashgan. Buningda Hazrati Umar roziyallohu anhu aytdi, men payg'ambar alayhisolatu vassalamdan bir umr qilib kelay deb ruxsat so'ragan edim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ma'qunda o'sha umr qilib kelgan deb ruxsat berdi. Shuning bilan Rasululloh ruxsatni berib aytdik, "Ya Umar, bizga shu haramga cheganda duo qilishni unutma" degan kerak payg'ambar alayhisolatu vasallam. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytdi, "Men Rasulullohning bu so'zini dunyoga tegishmagidek bir so'z angladim, xursand bo'lib ketdim. Do'mi bu so'z meni esimga kelsa, ashu Rasulullohga bo'lgan muhabbatimni taqim ashuratdi" degan ekanda. Ham biz sal qaraymiz. Albatta bir qarindoshning bir qarindoshga duo eslab turish, duo qilib turish, u qarindoshimizning bizga duo talab qilish qarindoshlikni kuchaytiradigan omillarning biri ekan. Yana biri qarindoshlikni kuchaytiradigan omillarning biri qarindoshlarimizni, do'stlarimizga uchragan amal, onunga tabassum, illiq chiroy, qarash. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda sizlarning biringlar bir yaxshi ishni hargiz tuvan ko'rmasin. Kichikkina ish bo'lsa, tuvan bir yaxshi ish bo'lsa, buni qilib tursin. Agar yaxshi ish topolmasa, bir birodarga yaxshilik qiladigan qo'llashganda ish kelmasa, shu birodarlar uchrashganda chiroyli tabassum chiroy uchrashsin. Agar bir go'sht sotib olsang yoki bir go'sht qaynatsang, suyini jiqraq qilib, unadan sen shunda qo'shnilaringga, o'zingning do'stlaringga bergin degan mazmunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam var. Bunun chiqdiki, biz qarindoshlarimizga hech bir ish qilib bermasakmi, illiq chiroy muomala qilish. Yani payg'ambar sollallohu bir hadis var bu vaqtda, mashhur. Tahaddu tahabbu degan. Yani o'zaro hadiya berishib turinglar. Shuning bilan do'stlikni kuchaydi. Yani bu do'stlikni kuchaytirishning yo'llari bak ko'p. Boshda uchirgandikilar salom qilish. To'la ba'zi qarindoshlar yo'lda uchrashsa ko'mas qilib o'tib ketadigan ishlar bak ig'ir. Bizning xususan bu Uyg'ur jamoatida ko'mas qilib o'tib ketadigan. Asli bu bir musulmon uchrashganda onunla salam qilishning o'zi cho'ng bir ne'mat, ham bir cho'ng ibodat, savob ish. Ham mushu savobni normal bir ishlar bilan, hali qanday qarindoshlar bilan ko'masib o'tib ketadigan ishlarimiz bu faqat bo'lmaydigan ish. Buningga sal qaramaslik lozim. Yana bu Minhajul Muslim degan kitobda Abu Bakr Jazairi degan shunday bir so'zi bor ekan, haqiqiy qarindoshlar o'ttirida qarindishingning sen bir gunoh qilib salgan, gunohi kabir o'tkazib salganni ko'rsangmi,
Onunla derhal ma falan yerde ma günahını tutturdu. Bugün tatip ben bununla alakamını kesmen dediler. Alakanı kesme. Onunla münasebetini burun kadar sakla ama onunla normal sen nasihat kıl. Ya ki bulmasız bu günahı ne için sadır kıldı? Yani bu benim sen kardeşim bunda günah sadır kılgan adam emas. Nemi kapıl oldu, nemiş kılgan dep onun ilacı ve bir nasihat kılıp çıraylıkça bunu hal kılış lazım. O yerden birisinin yani bu bazı işler sırtın karamakı günahda görüngen bilen emniyette onun eski sırrı, eski dünyasını bilmeyimiz. Şu asasta bu hakiki dostlukunu çıngatışının yolları nait bek köp. İlacı var, bunu da sabırçanlık buluş, kırındaşlığa karta, şundak yaman guman kılışını taşlaş, devamlık biz kırındaşlarımızın yaxşı guman kılış. Azrak bir vaka sadır olsa, ya ki birisinin ma falanın işeminde iken, ya bu bunun da hatalıkları iken, ya panarlıdan maaşını kılışıptı, ya pustanlıdan muamelede çadak çıkarıptı dese, o üzümüzden, hakiki kırındaşımızdan üzün ukup, ahval nime iş olgan degan narsani so'may turiblam boshqa yo'ldan anglab adovatlashadigan qaramay mangadigan gumonxo'rlik qilish bizga faqat yoqmaydigan ishlar. Endi yana shu do'stlikni chingitadigan, qarindoshlikni qo'lga keltiradigan amillarning biri bizningki qarindosh bo'lmoqchi bo'lgan yo qarindosh bo'lib bo'lgan birodarlar bo'lsa, bu bilan badikat ziyoratni ko'paytirish. Bu vaqtda bir hadis qudusi varken Allah Teala mening muhabbetim mening barimda muhabbetlashganlarga vojib bo'ldi. Mening haqqimda bir-birini ziyorat qilishganlarga, mening haqqimda bir-biriga sovg'a salom qilishib turganlarga meningki muhabbetim vojib bo'ldi. Bu haqiqatan biz buni bek cho'nqir ediz. Şuna bizi qarindoshlarimizni imkonmish ziyorat bir-birining uylarına olsun. Hiç bulmaganda bugungi kunda telefon ziyarati. Bazı qarindoshlarimiz qiladi. Taş endi bir qarshi taraf do'sti telefon qilmagichilik, telefon erishga bo'yni bormaydigan ahvollar. Telefon qilsa qo'shilib ketadi, naydi. Ama o'zi telefon qilishga sal qarab qolgan ishlar bor. Bu anda insan tuyup tuymay şu bizdeki bir kibir degan xapilik, o tekabburlikninki alameti endi bu. Hele kadar qarab turib telefon qilmaydigan, hatta bir hojatimiz tushsimi, bu menga telefon qilmaydi uzun bo'ldi, meni tashlab etdi, men buni yapmayman deb qiladigan ishlar hammasi kibirning jumlasidan. Valanki insonning qalbida qichining danishchilik kibir va adam jannat kirmaydi degan Buxoriyning mashhur hadisi var Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahval bunday bo'lsa, mushu biz o'zimizning qarindoshlik rishimizni texmi chingitish yo'lida bizga mushu yaman illat kibir bunga to'saliq bo'lsa, qat'iy bo'lmaydigan ish. Yana bu endi rishimizni mushu qarindoshlik rishini chingitadigan amillarning biri qarindoshlar o'zaro bir-birini shu munosabatlar, har xil bir munosabatlar kelganda tabriklab turish. Masalan, bir qarindoshimizga Janob Alloh farzand berdi. Bu munosabat bilan adam bakan ve ziyaret qilg'ili yoki bir telefon qilg'ili ba'zi inson sil qarab qolsin, munosabat bo'lgandan keyin darhol shu munosabat bilan elib bir farzand kelgan bo'lsa uni tabriklash, uyni ko'chgan bo'lsa yoki bir narsa yangi bir narsa sotib olgan bo'lsa, har xil bir munosabat bilan shu qarindoshimizni tabriklasak, cho'qimki qarshi tarafdan inson qalbi eriydi, unga bo'lgan bir muhabbat ziyoda bo'ladi. Bu muhabbatdan yuqori deganigidek, bu qarindoshlik rishimiz chingsa biz birinchidan Alloh azza va jallaning rahmatiga erishamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda yuqorida bu oyatni so'zlab o'tdilar. Bu qarindoshlik degan Allohning katta ne'mati. Qarindoshlik bilan millatning basharga kelgan, ummatning basharga kelgan xorliq ketadi. Zulmga uchrash tugaydi. Qarindoshlik kuchamaydi ekan, qag'a ishlarni gap ochmoq qiyin. Hamma ishning g'albininki har qanday muvaffaqiyatninki birinchi qadami biz qarindoshlik ulumuzni mustahkamlab chiqsak, bir-birimizga bo'lgan ishonchlik, bir-birimizga bo'lgan do'stligimiz kuchlanib maqsa, inshaalloh biz Allohning rahmatiga erishimiz, dunyoning izzatini erishimiz, oxiratning ham izzatidan Alloh berman deb va'da qildi, arshining tuydi. Hech qanday bir sa'i yo'q kuni. Hatto bu payg'ambarlarmi, shahidlarmi shunda bu kimda ajoyib degidek hamiz qarışıp ketgedek bu o'rin Alloh yo'lida do'stlashganlarga
qarindoshlarga berilganligini tunib o'tdik. Alloh hammamizning jumladan o'zimizni ham shu qarindoshlik masalasiga ahamiyat beradigan musulmonlardan qilsin. Endi bu shu qarindoshlikninki bara bu vala bara qanday bilan qarindoshlik bo'lish, qanday qarindoshlikdan yiroq do'stlik talab qilsa buning do'stligini qabul qilmasligimiz kerak. Bu haqda yana bir tushuntirasizlar. Şu qarindoshlikda, aniqdagi qarindoshlikning prinsiplari asosi bu tavalla, tabarra degan ikki hukmga bo'linadi endi. Bu arabchada tavalla, tabarra degani Allah'ın dostu bilen dost buluş. Yani Allah yaxshi ko'radigan, Allah'ını mı yaxshi ko'radigan mu'minlar bilen dost buluş ve Allah'ın düşmanları bilen çıkarıga buluş, ular bilen haqiqiy dost bo'lmaslik. Yani bu prinsipni hususan biz Uyghur cemaatine ait yaxshi tushunishimiz lazım. Nimishqa biz davomli shundaq biz bilan dindosh bo'lmagan, biz bilan qon qarindosh bo'lmagan, balki bizga zulm qilayotgan, bizga bütün kuchi bilan o'zining yomonlik g'arazini, yomon niyatini chechayotgan, bizni balki bir maydonda yashash, bizning yashash haqqimizni e'tirof qilmayotgan bir dushman bilan yashashga majbur. Bunday bir yomon vaziyatda biz musulmonlar shu Allohning do'stini do'st tutish va dushmaniga düşmanca muamele qilish prinsipini bilishimiz lazım. Bunun da nihayet köp bir dairesi köp mesele bu. Hem belki sezgür, hassas mesele. Yani bizning başta degandek bütün müminler Allah'ın müminleri bizning qarindoshlarimiz. Bütün müminler bizning qarindoshlarimiz dedik ku. Anda olgandan keyin musulmonlarimiz bir qarindosh, birbiriga yani bütün imkaniyeti bilen birleşke, ittifaklaşka, qarindoshlikni kuchaytirishga tirishishimiz lazım. Xuddi mu'minga xuddi bir binoga o'xshash. Binoni hammasini bir-birisi chingitadi. Deydi o. Şu mazmuni. Shunga o'xshagan mu'minlarning o'tirdiq qarindoshlik naytib puxta bo'lish lazım. Ama düşmanlarga qarata bizga zulm qilgan, bizga yomonlikni iroda qilgan insonlarga qarata biz ular bilan chek-chekerimizni ayrım tutuşumuz lazım. Ular qarta muamelini şu düşmanga qilgan muamele qilishimiz lazım. Yani onun ma'nosi yolda uçursan uçurgayada tükürüp tillab mangan emas. Biz normal ijtimoiy munosabatda ular qarta muamelini chek-chekerini o'tirib qo'yish lazım. Hech qachon bir dushmanni, bir kafirni bir musulmon bilan bir o'rinda qo'yishga bo'lmaydi. Ama maalesef yomon yerleri bizning Uyg'ur cemaatida o'zining mayli iqtisodiy manfaati olsun, ijtimoiy o'rni olsun, ya mansab olsun, bir türlük nurg'un masalalerde o o'zining musulmon qarindoshlarini bir yerga qo'yib, shundaq zolimlarning, dinsizlarning, kafirlarning, o boshqalarning arkasından yuguraydigan, ularga xushomat qiladigan, ularga hadis o'qitlarni bilib turadigan ishlar bu nayt bek ig'ir. Bu hamda mushu islomning qarindoshlikning mushundaq tavalla tabarra Allah'ın diniga do'stligiga do'st bo'lish, dushmaniga dushman bo'lish prinsipiga tamamen zid ishlar. Mushu ishlarni haqiqiy musulmonlar buni albatta farq etishi, his qilishi lazım. Agar bundaq qarindoshlikda do'st dushmanni, musulmon kafirni farq etmaydigan insonning topgan pulisi haram, ularning muomala qilishmi haram. Unda insanlarni insan qatorida ko'rishmi haram. Nimishqa sen o'zingning diniy qarindoshingning badaliga, uning manfaatining ustiga sen zalim bilan, kafir bilan, dinsiz bilan apaq-chapaq bo'lishing, uning bilan og'iz burun yalishishing o'zi sening insoniyatning ne kadar tuvanligi, tushkunligi, pastligini bildiradi. Shuning uchun bu islomda bu bir xatarlik masala. Bu İslam'da emas, bu insaniyet dünyasıdır mı? Bu dünya, biz zaten bizden menfaatimiz nerede? Bizden zihnimiz nerede? Ma'minin dostlarım kayada, düşmanlarım kayada ve kaysi meydan duruş lazım. Bunu his kılanmasak bizde bir insanlık, musulmanlık, bir millet buluş salayetimiz yok aydandı. Şunun için bu xatarlik meseleler. Bunun karta nayeti yaxşı insanların düşüncesi aydan buluş gerek. Bu qarindoshlik masalasining muhimligini taxamu chunqurlab tushunyapmiz. Yani bu masalanaga taxamu bo'lgan ko'z qarashimizni taxamu kuchlantirishimiz uchun, yaxshi bir tushunchalarni bilib olishimiz uchun, ammo shu qarindoshlik haqidagi
selef salihlerinin, ulamaның bazı sözlerine bir tutuğum geldi. Müminlerin emiri Ömer ibn Hattab radıyallahu anh aytqanken, Allah azze ve celle sana bir Müslüman bir dostuna rızık vergen bolsa, sen bunu nihayet pek çın tutqı deb tablağanken de Ömer ibn Hattab. Bir Müslümandan sen Allah bir qarindaşına rızık vergen bolsa, bunu pek çın tutqın. Bu İmam Ahmed rivayet qilgan hadis. Yani bazı qarindaşlarımızın körümüz. Konu burun dostlarını taşlap koyup durup, yenidən dost izleydigan. Toğra, yenidən dost izlenip, qızıp, dostumuz qancha köpaysa yaxshi. Avvallikimiz ba dostumuzni onu çın tutuşumuz kerak. Qo'yib bermas. Madem o taqvo, shariatga o'lchimga tushadigan iymondor, vijdonli bir do'st ekanmiz, ba'zi insonchilik xabluqlar bo'lgan bo'lsa-mu, afv qilib, ko'chirim qilish orqali, ya'ni qadimiy do'stingni plandan çın tutgan, onu qo'yib berma deb vasiyat qilgan ekan. Yana Ömer ibn Hattab radıyallahu anh'unki yana bir alaylıkları zikr kılınan bir hadiste. Ömer ibn Hattab keçilik namazını okup, tahajjudini okup, mush arliqli dualıda o'zininki nimalarga duo qiladi ekan. Alloh yo'lidagi qarindoshlarga duo qilib, shuning bilan uning ishtiyoq tutib ketadi ekanda. Yendiki xuddamlari, hatta ayollari uni anglaganligini rivoyat qilgan ekan. Bu kecha nimani tanatmas ketdi. Şu Allah yo'lidagi do'stlarga duo qilib, onu izi gelip sığınıp gidip, bu kecha uzrab ketdi, ishtiroq tangatsa, men tang yursa, men shu do'stimni bir ko'rib olsam bo'ldi deb unda bo'lib ketadi. Bomdat namozni o'qib masjidga yenibla, shu yana bir yuzda yoki atrofidagi mahalda boshqa masjid namoz o'qigan do'stlarni yugurib, tizlik bilan berib, yo'qlab quchoqlashib ketadi deydi Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu alaydiki. Men qarindoshlikqa Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu musha qadar ahamiyat bergan. Yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'zining ashablarini Allohga ziyorat qilib berib aytganki, sizlar bo'lsanglar, mening g'amimninki ketadigan, sizlarni ko'rsam mening butun g'am andishlarim ketadi. İnsan haqiqatan biz do'stga ehtiyoj, do'stsiz yashamak qiyin. Bir odam yurak og'ridigan ishlar bo'ladi, ko'ngilsizlik ishlar bo'ladi. Qarindoshlarimizni ko'rsak, cho'qim butun g'am nimalarni unutmaymiz. Ro'yatimiz boshqacha yanildigan gap. Şunun o'xshash yana nimadan Ömer ibn nimaning bir so'zi bor ekan. Abu Bakr, o'sha Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu haqida rivoyat qilgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu bir yerda ko'rib qolib qolsa, Abu Bakr radhiyallohu anhuning boshlariga suyib ketadi dedi. Allohga yaxshi ko'rganlikdan. Endi albatta Ömer ibn Hattab bilan bu Abu Bakr radhiyallohu anhuning do'stligini tasvirlab tugatkisiz chin do'stlik bo'lgan qarindoshlik buni o'tirsa ekan. Sığınıp ketip, bir qancha saat ayrılıp qolib qolsa, bir yerda ko'rsa, qaytib uchrashsa, boshlariga suyib ketadi deydi. Bu vaqtda nurg'ulgan ulamaning so'zlari bor ekan, vaqt munosabati hammani deyish bu yerda vaqt yetmaydi. Al muhim, biz shu salaf solihlarningki bu qarindoshlikqa bo'lgan yo'llardan biz o'rganib, qarindoshlik muomalamizga alayda bir ahamiyat bersak demekçi. Yani bu meselede şu qarindoshlikning en xatarlik bir amillerinden ve bir yardım kene oturdum. Bu qarindoshlikni biz imkon bor diniy qarindoshlik, har xil qarindoshlik, ijtimoiy munosabat qarindoshlik, qarindoshliklarni kuchaytirishimiz, do'stlarimizni ko'paytirishimiz ve do'stlarimizning o'rtasidagi munosabatni kuchaytirishimiz lazım. Ama bunun en xatarlik meseleden birisi şu aramızda, xususan bizning jamiyatimizda Uyghur cemaatçilikide ig'ir ko'rilayotgan mesele mushu menfaat do'stligi. Bu hammadan yomon xatarlik meselendi. Ama men biladigan bazı insanlar Türkiye'de mi, Misr'da mi, başka vatanda mı, eliqidek davamlıq badi keldisi koyuq, her hafta demeliş günleri olsa aileler bir yere yığılıp oturuşkan, sohbetleşken, nihayet önsü ülpetlik, belki xuşal xoram, inak bir dostlukla davamlaştırgan. Ama bularını qaradığan bolsak, tolusunun aqısda eliqidek bir menfaati var. Ticareti birgi bolgan, şirikleşken, yoki uningdan mal aladi, buning mal satadi, bir işi var endi. Ama mushu menfaat üzülgen künüsü bazı vaqtlarda shunday yaxshi qarindoshlarning to'satdan xuddi qaynagan su, qozonga su qo'ygandeklar to'xtab qolgan, ailesi bir yerga kelmagan,
bu biz biladigan halkadek hep-heptilde oturuş, yığılışıdığan işler to'xtab qolganini ko'ramiz. Bu acaba nima bo'ldi, bu nima ish bo'ldi desa, buni surishti qilingan taqdirda bularning shunday tijarati bo'lgan va ishi birgaydi, ya bu tijoratdan ayrildi yoki bo'lmasa bularning olg'i vergisi tugidi. Shunga munosabat kesildi deydi. Ham bu endi shunday batil xatolik ustiga qurilgan do'stlik endi. Shunga bu do'stlik haqiqiy turda Alloh uchun bo'lsa, islomiy qarindoshlik bo'lsa, yoki bo'lmasa bir insoniy qarindoshlik demamdi. Men madamni mama uch ishlarni yaxshi ko'rdim dedikmi, uning hech qanday manfaat to'qinishi bo'lmasligi lozim. To'g'ri, bu din menfaat ustiga qurilgan din. Biz musulmonlarning menfaati va dinimizning menfaati va o'zimizning menfaatimiz var. Ama bu menfaatni biz moddaga bog'lab qo'ymasligimiz lozimki, bu maddi aloqamiz uzilganligidan bu do'stlik aloqamiz birga tugab ketadigan. Shunga bizning bu rishtimiz, qarindoshligimiz haqiqiy qarindoshlik bo'lsa, shunda qiyomatda Allah'ın sayesinden sayedaydigan, bizni cennetke elib baradigan, mushundaq ulug' g'oyalik bir qarindoshlik bo'lgan bo'lsa, bu maddi menfaatlardan tamamen xoli bo'lish lozim. Agar undan bo'lmagan taqdirda bu qarindoshlikqa ig'ir daz ketadi, qarindoshligimizni saqlayolmaymiz. Bu vaqtida bizning islomimizda chataq chiqadi, iymonimiz chataq chiqadi, bizning yuksak g'oyamiz bo'lgan Allah'ın rızaligiga erishish degan bu g'oyaga yetishimiz qiyin bo'lib qoladi. Shu sababdan bu diniy qarindoshlikda mushu manfaat qarindoshlik bo'lmasdan diniy qarindoshlik, islomiy qarindoshlik bo'lish lozim. Bu vaqtda ulamoning nurg'ulgan so'zlari va ba'zi qissalar borkan, albatta sizlar so'zlagan qissalar yetarlik. Endi u dunyolikdan ustiga manfaatiga bog'langan do'stlik shu manfaatdan chataq chiqqan soatning sekundining ichida o'ran bo'lib tugaydi, hatto u dushmanlashib ketadi deydi. Allohning yo'lida bog'langan do'stlik bu davomli shudir. Bu dunyodami, oxiratdami insonga yaxshi natijalarni olib keladi. Endi bu Alloh yo'lidagi muhabbatning mevalaridan bir qanchasini so'zlash to'g'ri keldi bu yerda. Buning mevasi aql egallariga yuqori so'zlar yetarlik. Shundan endi fazakkir fa inna zikratan fil mu'minin. Yani bu esiltish albatta mu'minlarga foydali. Birinchi cho'ng foyda bu do'stlik, sharaf va izzat. Buningki mevasi do'stlik bayada sharaf bo'ladi, do'stlik bayada izzat bo'ladi, do'stlik bayada g'alaba bo'ladi. İkinci yana bir cho'ng mevasi, bu oxiratlik nimasi, shu qiyomat kuni yuqorida deganlikdek Allah'ınki, erişininki nimasida saydab o'ltirish. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis aytgan, bir xaloyiqning bir turkum odamlarga bir erishining atrofiga bir nayt ali o'rindiqlar qo'yib berildi. Ularning yuzlari tulun aydagidek Bedirki, yani 14 kunlik tulun aydak bo'lib ketdi. Hamma odam shunda perişan bo'lgan vaqtida qiyomatning perişanliklarida bular perişan bo'lmaydi. Xalq qo'rqib ketgan vaqtida ular qo'rqinch etmaydi. Bularda ham endişelaydigan narsa bo'lmaydi deganda keyin sahobalar so'raydi, "Ya Rasululloh, kim ular?" deganda, ular faqat mushayat dunyoda Alloh yo'lida do'stlashganlar. Yani bu muhabbat, yani Alloh yo'lida do'stlashish, Alloh yo'lida bir-birini yaxshi ko'rishninki dunyolik foydasi izzatga erishish, g'alabaga erishish, oxiratdagi foydasi mana Allohning rizosiga erishish. Agar yana boshqa qo'shimcha qiladigan so'zli bo'lsa, boshqa qo'shimcha qiladigan so'z yo'q. Endi biz bu endi qarindoshlik ustida Qur'on, hadisdan, ulamoning so'zlaridan ba'zi ko'rgan, bilgan tajribalarni so'zladik. Mushuni endi iloji va mush qarindoshligimizni bu bir nazariyani amaliyotda tatbiqlash uchun albatta biz bedel to'lashimiz lozim. Her jihatdan bedel to'lash to'g'ri keladi. Shunday qarindoshlarimizning ig'irligini ko'tarish, ular bizga ba'zi xatolashib salsa, uni kechirim qilish va shunga o'xshagan qarindoshimiz yo'lida biz bütün barlig'imizni atayalaydigan bir seviyeге yetişimiz lazım. Bunun için üzümüzü köndüreş, etrafımızı köndüreş ve bazı adetteki bir xo'roq gaplar bilan
aramız soğup kaladigan, dostluğumuzu boşap kaladigan işler bo'lmaydi. Nima ish qilsa, endi bu biz bir qarindoshlar, buna Allah yolida do'stlaşdik, diniy qarindosh bo'ldik, xizmat qilyapmiz. Ammo bu aramizdagi pasifirat ba'zi bo'lmag'ur so'zlar bilan do'stligimiz, qarindoshligimiz so'g'ib qolsa, bu yolg'iz bizlar bilan tugamasdan, bu umumiy musulmonlarning, jamiyatning, ummatning manfaatiga ziyon yetkazadigan, ishlarimizni aqsitib qo'yadigan, biz yaxshi ravishda xizmat qilolmaydigan, xususan diniy va ijtimoiy mayli siyosiy yo'lda xizmat qilayotgan qarindoshlar shunday ba'zi ishlar bilan qarindoshlikqa daz ketib qolsa, boshqa umumiy musulmonlarning, umumiy xalqning, vatanning, millatning, dinning manfaatiga ziyon yetadigan, ta'sir etadigan ishlar bor. Shu sababdan biz endi bu asosiy muhim g'oyaga yetish uchun bu aramizdagi ba'zi ishlar sababdan bizning bu qarindoshligimizga daz ketadigan, buziladigan va bu bizni haqiqiy ulug' g'oyadan to'sib qoladigan ish bo'lmasligi lozim. Mening qo'shim chiqib qo'yadigan masala o'shanda. Hadisda ishorat qilingan şeytan o'zininki nimalarga, qo'l ostidagilariga, shaytonlar, kichik shaytonlarga xizmat taqsim qilib, onun xizmatini surishti qilib, bugun nima ish qilding, sen nima ish qilding desa, bisman bir odamni ozdirib baraq chiqizib biz eskishini qilg'izdim desa, hamma deb kelib, onun amallari hech qanaqa yaramaydi ekanda. Ana axir sen nima ish qilib kelding deb birsin so'ragandan men Alloh yo'lidagi cho'ng muqaddas bir ishlarni xizmatni qilayotgan ish qarindoshining o'tirisini buzib keldim degandan keyin sen yaraydi ekansa. Kelsen bugün tap hukukun üstü dep üstürlüğünü. Demek bu hadisten biz nesinin bizge nait çoğun bir işaret çıkdı ki bu mühim hizmet üstüdür qarindoshlikning ne kadar mühimligi. Bu mağlup olsa, bu qarindoshlik buzulsa şeytanni hoş qilamiz. Nurg'un ummatga ziyon ekildi. Demek bu qarindoshlik shaxsiy meselesi emas. Bu ummat meselesi, millet meselesi, din meselesi. Hürmetli qarindoshlar, programımızın bir yerde ahırlaştırımız. Qimmatli vaqtinglarni berganinglarga rahmat aytamiz. Programmani suratga elish, to'g'ri yo'llash xizmatlarini qilib kelayotgan qarindoshimiz Adiljonga minnatdorligimizni bildiramiz. Yana qayta uchrashish umidi bilan har biringlar bilan bu yerda xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.